qachon teng bo'lish shira jahonda Majnun ila Farhon Men bilan qachon teng bo'lish shira jahonda Majnun ila Farhon Abdug'oyim akamiz Urgut xalqini bayramlar bilan tabriklab, siz va bizning qishlog'imizda bo'layotgan kamchiliklarni aytib bartaraf qilib o'tadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz hamqishloqlar, hurmatli katta kichiklar, o'g'illarim, qizlarim. Mana Urgut xalqini umuman xalqimizda bir maqol bor. Bir joyni madaniyatini bilmoqchi bo'lsang, mozoriga bor deydi. Iqtisodiyotini bilmoqchi bo'lsang, bozoriga bor deydi. Ana shu narsaga amal qilgan holda bizning ham hobiylarimiz juda ham ko'p. Shu hobiylardan masalan Omon akamning o'g'li Saydulla bizga o'sha qurib berdi, shiyponni. Undan keyin Erman akamning o'g'li O'ktam tepasini qilib berdi. Bekmurod akam suv kelib berdi. Boymoqbo'ning o'g'li Abdujabbor devorni qilib beryapti. Burush chatkalarni Xoldor Abdurahmon qilib berdi. Xalq tomonidan barqaror bo'lyapti. Shuningdek, hammasi qolib ketmasin. Abdurahimov Odil 35 kvadrat metr kapel qilib berdi. Hasanov Onarboyning o'g'li Zanjar supani yonlarini plastik qilib berdi. Absamatov Odil kapel kileva berdi. Abdukarim qizi Matluba kapel kileva 5 ta travertit. Men o'zim kitob uchun javon Sherif Fayzulla aka archa, Eson qutisi, Xoliqovlar oilasi projektor qo'ydi. Yorulmamay Absamatov Otabek bitta projektor, O'sar akaning o'g'li Absatda svarka ishlarida yordam beradi. Fayzulla aka 100 ta ko'chat berdi. Bekmurod aka 60 ta archa berdi. Hammalarini qilgan ihsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Yana bitta narsa bor. Ko'cha yaqinda hashar bo'ldi. Yaqinda hashar bo'ldi o'rtoqlar.
ilgari 10 kunda hashar bo'ladigan bo'lsa, har bitta uydan bittadan odam chiqar edi. Negadir shu narsa qolib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Mayli hasharga, men qabristonga chiqinglar, ish qilinglar demayman. Bu yerda borib ota-onalari qabrlari o'sha yerda bir Qur'on tilovat qilib, ziyorat qilib kelinglar degan ma'noda mana shuni uyushtirmoqchi edim. Borganlar bordi albatta. Masalan, Haydar Muhiddin, Ne'mat, Abdullayev Abdunazim, Xoldorov Rahim, Sodiqov Husniddin, Sodiqov Azam, Mataziyev Mahmud, Qurolov, hammalaringga katta rahmat. Navro'z ayyom bilan hammalarni tabriklab qolaman. Xo'p, salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Ehsonga, xizmatga, qo'llaridan kelgancha xizmat qilgan muhtaram yurtdoshlarimizga, hamqishloqlarga biz Allohdan ishlarda rivoj tilaymiz. Ana endi bugungi fayzli davramizni ko'tarinki kayfiyatda davom etkazamiz azizlarimiz. Opalar, akalar, barchalarni raqslarga taklif qilar ekanmiz. 91-chilik ukalarimizni sovg'alari, sovrinlari davralarimizga qadam ranjida qilgunga qadar raqslar bilan davom ettiramiz. Chiroyli qo'shiqlar birgalikda. Hofizlar qo'shig'ini boshlar mahali. Beg'ubor yurakdan oladi nari. Yurakni larzaga kimlar solmaydi. Jonsiz qo'shiqlarni baralla aytib, jonligini ayta olmaydi kimlar. Joni bor hofizlar bo'lgani uchun Allohga beadad bo'lsin shukrlar. Uning ham o'z sozi va o'z ovozi bor. Unga yarashmaydi hech soxta hunar. Sizlarning xizmatingizga turibdi tayyor. Bulbul nafas xonanda Xayriddin Jon Abdurayevlar biz davraga taklif qilib, chiroyli qo'shiqlar bilan davom etamiz. Gaplashib o'tirsa, termilib o'tirsa, yangi rangdoshining bo'lib, yoyilib o'tirsa, Habibim, 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 ertaladir deysan, Habibim. Habibim, Habibim, Habibim. Nalimini aytmama, ey qora göz boqmama, bir yakini aytmama. Ko'nglim alib solma, oshi ko'zing o'ynatib, o'ynani olma. Nana bizni sevgilim, kuyladilar mazginim.
Gözlerimde yana Çilemde bilsen ama acırlar Varmadı kastın cana Varmadı kastın cana Üstüne düştün oldun küydüm yana Gözlerimde yana Gözlerimde yana Çilemde bilsen ama acırlar Ceylan Gönlüm aman sevgim aman Ceylan Dinlerim bana hayran Canıma hayran Ceylan Gönlüm aman sevgim aman Ceylan Dinlerim bana hayran Canıma hayran Rahmat, salomatlik bo'lsin. Xo'p. Ana endi 91-yil ukalarimiz tomonidan har yilgi an'anamizga muvofiq tosh ko'tarish, to'p tepish shartlari bor. Shunday ekan biz davraga taklif qilamiz. Har yili chempion bo'lib, birinchilikda yuqori cho'qqilarda turgan Yaylov Ne'mat akamiz. Shu inson bir ko'tarib bersin. Ana unga qarab keyin davom etkazaveramiz, ha? Keling. Ne'matjon akani biz davraga taklif qilamiz. Men kelganini ko'rib keyin gapiraman, aka. Marhamat, Ne'mat aka keling. Ne'mat aka. Yarim ko'tarib tashlab qo'yaverasiz. Keyin sizga talabgor bo'lsa davom etkazamiz. Marhamat. Boshlab beradigan insonlar bo'lsa kelsin. Davom etkazamiz. Xaridni butun xalq, O'zbek xalqi Sırdı. Bahar Ege'nin farzandı Sırdı. Koyca. Sıraç. Kaç. Ya bu taş çıksın da. Sıraçta bırak. Sıraç. Hanım. Sayısı Ege'nin farzandı. Ablas. Yoshlar farzandlarim o'tirib olinglar. Sekindan o'tirib olinglar, tomosha qilasiz. Farq nechta bo'ldi? 50 ta mi? 50 ta. Talabgor bormi? Saidazim akamiz farzandi Farruh akamiz boshlanishiga 50 ta ko'tarib berdi. Talabgorlarning ruhiyatini oshirish uchun. Toyirjon akamizni biz Asqar akamning farzandini, qo'shnini biz davraga taklif qildik. Kel, qo'ying. Marhamat. Jimjitlik, sukunat turasizlar. Marhamat. Baykarovamiz hukmlar berganda biz otlar chopmayib berdi, endi ularning otlari kirib ketdi marraga. Kız merhaba. Kim? Sıraç. 89. yıl gelmiş.
90-yil ukamiz Siroj. Kel. Tohir akamning farzandi Siroj. Ha, almashasizlar. Otlar suv ichganda tonglarni joylab turadi. Husnudin ukamiz ko'tardi. Ana endi biz davraga Sirojni taklif qilamiz. Kel Siroj. Qolganlarimiz bo'lsa biz davraga taklif qilamiz. Boshlaymiz. 1 2 3 boshlaymiz. Taka firmada. Agang bo'lsa firmada. Qarag'ur marotaba ko'tardi do'stimiz. 5 farzand otasi. Ringda. Hali. Davom etamiz. Salomlar musulmonlar uchun.
beraman diyor. Bobur ukamiz. Marhamat, olmaganmi farzandi? Marhamat, davom etamiz. Abdulaziz ukam sanaydi. Martaba. 60 ta tosh ko'targan Sirojga talabgor bo'lsa biz davraga taklif qilamiz. Bormi? Talabgorlarimiz. Qaranglar yigitlar, hamqishloqlarimiz bugungi birinchi o'rinni har yilgi an'anaga muvofiq Sirojiddin ukamiz chiroyli gulroz qarsaklarni olqishlab turamiz. Polvonlarimiz bilagi baquvvat insonlar. Siroj hozir yigitlar sovg'ani beradi. Birinchi o'rinni sovg'asini berasiz. Tabriklaymiz, chiroyli gulroz qarsaklarni olqishlaymiz. Yigitlar, farzandlari o'zida bardavom bo'lsin. Qohar akamni farzandlariga o'xshagan insonlar bo'lsin, chiroyli to'ylar qilsin, to'ylarda xizmat qilaylik. Xalqimizga chiroyli tilagingizni bildirib ketasiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Tosh ko'tarish bo'yicha ikkinchi o'rindagi chempionimiz kim? Abdulazbek ukamiz. Abdulazbek ukamiz. Abdulazbek ukamizga so'z navbatini bersaydi, o'zlarini yigitlarga topshiradigan sovg'asi bor. Barchani Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Fursatdan foydalanib, qishlog'imizda hamma aqlchilik yo'qolmasin. Mana shunday yaxshi kunlarimiz bardavom bo'laversin. Yana bir bor barchani Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Sovg'ani endi qo'shnimiz Mirzaga bor. Maksim o'shan farzandi Doston ukam ko'rsatami? Doston kelganmi? Maksimov Mirzabek akamizni farzandi bo'lgan Dostonbekka o'z sovg'alarini taqdim qiladi. 3-o'rin kim? Qohar akamni farzandi Husniddin ekan. Kel Husniddin. Tabriklaymiz, sovg'ani berasiz. Salomatchilik, yaxshi kunda xudo xolasa. Xalqimizni xursandchiligi bardavom bo'lsin azizlarimiz. Ana endi oyoqda to'p o'ynatish shartlari. To'pni olib keling. To'pni. Voy, chekara turinglar, ko'rmayapti orqadaglar, chekara turinglar. Hoch narada, yo. 14 var ediler.
Boynazov Kamol akamizni farzandi. Ha, Maksim Shavkat akamiz o'g'li. Mana shu sportchi davom etadi. Keyinroq turib oydi. Kamera tepmaylar iltimos. Ukalarimiz, yoshlar kengroq o'tirib olaveringlar, xalaq bermanglar. 11, 12, 13. Ana shu yilga qo'yganing 5 deb o'tkazadi. Ronaldo revansh bo'lib ketdinglar, og'aylar. Bana talabgorlar bo'lsa 120 ta. 130 marta berdi. 135 ta. Shavkat akamizning farzandiga talabgor bormi? San'atkor do'stlarimiz. Birinchi o'rin Maksimov Shavkat akamning farzandi. Yuqoriga chiqaver. Chiqib qolmaydi davrimda, keyin hammasi endi pastga tushirib qo'yadi. Chiroyli guldiroz qarsaklarni olqishlaymiz. Xursandchiliklar bardavom bo'lsin. Sovg'ani ablasi akang topshiradi. Boynazov Kamol akamizning farzandi. Qaytda hammaga baliq tarqatgan yigit. Ikkinchi o'rin, marhamat. Tabriklaymiz. Men borganda baliqni 5 kilosini tekinga berasan. Tushundingmi? Dadangga ayt. Uchinchi o'rin. Axir akamiz qo'shni-yu, ilam sotsang qo'shningga sotib yarimida o'zing o'tirasan deydi. Sal kattarog'ini berdi uka. Yana bormi sovrinlar? Ana endi bugungi davralarimiz chiroyli qo'shiq, kuy, yalalar birgalikda davom etadi. Sovrinlarimiz tugadi. Yigitlar, farzandlari, barchalarni quvonchinglarga sherimiz. Davralarimiz davom etar ekan. Xalqida qizlarimiz bor, farzandlar bor, chiqishlari bor.
gapiga. Raisi, kalkıma gerek yok şundan yağmur ya. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana bu yerda davramizda rais ketmani uchmaydigan edi, sening uyingga yomg'ir yog'maydigan. Turaman, raisga yog'di yomg'ir. Ha? Hammani raqsga taklif qilamiz. Davom etamizmi? Marhamat, yuragiga o'tib boring salom. Ha? Berat, ya está ahora.
kelişlerim Kollarımda kaynak yürektim Sen tamamda kıpırlamakta Koşullardan bu yana canım Severken bir pişirlamakta Kraliyken köşe geldi Kralların kralı kimdi Sen geçin alıp git gemi girdin Kraliyken köşe geldi Kralların kralı kimdi Sen getirmişsin dadalar Sana alıp git gemi girdin
Akalarimiz sanariga binoan O'zbegim degan qo'shiqni so'rashdi. Yana shu qo'shiqni davom etamiz. O'zbegim senga tengdosh Homirim oq sochli yamshon O'zbegim söylesin Başladım az yüreksen geride bir cihan Beni geberim bir cihan Beni yapıştır bir cihan Kaç eder ben ana halkım
Yüreğimni taxırım Köksüde tağları kötergen Usta dehqon özlegi Lekin avval sizga bo'lsin Sodiq o'g'lon bo'lsin Ziyam olib qo'yadi. Shu videoga rasm chiqadi. Bugun sizlar bizni oldimizga chiroyli dasturxonni yozib chiroyli do'stlari, yaqinlari bizni o'rga taklif qilamiz. Kelinglar. Abdulazbek ukamiz bor, Toyir uka bor. Asqar akam farzandi, zo'r yigit. Kelinglar, yigitlar. Yaqinroq kelinglar. Sayfiddin aka, siz ham mana shu yigitlarga yurtimizda har doim mana shunaqa bayram bo'lsin. Mana shunaqa xalqqa yetakchi bo'lib, yaxshi insonlar ko'paysin. Rahmat. Shahobiddin ikkita, uchta zil qilsa keyin Isuzu qilsin. Kelinlar qayerda qoldi? Kelinlar. Kelinglar. Qadrlashda qizlar bugun vodiydan ham bormi? Yetti falaydan topilmaydigan noz-ne'matni to'kib sochib, chiroyli vazir jamshidga boshbosh bo'lgan yigitlar, qizlar, farzandlar. Kelaveringlar, Nur Muhammadbek ukamiz, Fayzulla ukamiz. Toyir qani Toyir? Kim edi Toyir? Oxirida burjuvaysiz haqqini beraman deganda, shundan burjuvaylarni kelinglar ukalar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz ukalarimizdan. Sizlarning ishlaringizga rivoj, omadinglarni bersin. Hamisha xalqning ardog'idan yaxshi kunlarda yuringlar. Norda yo'q. Yordam beradi Nortoy degan joy bor. Yo'q lekin. Va ishga ketdilar. Xo'p, sizlarni barchalari bugun biz oxirgi bir juftma, ikki juftma chiroyli qo'shiqlarga davraga taklif qilsak-da, xizmat qildinglar, ko'rdik, rahmat. Xalqqa chiroyli dasturxon yozdinglar. Hammanglarda xonadoninglarda chiroyli to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Biz ko'rdik. Bikirliginglar ketmasin, qatoringlardan hech kimni kam qilmasin Alloh. Yigitlarimiz, ukalar, kelinlar birgalikda. Mana shunday xalqning ardog'ida yuringlar. Zo'r yigitlar bo'lib yuringlar. Bari farzandlarimni mana shu Toyirga o'xshashini xohlayman. Asqar akamni farzandiga. Asqar akam yana 2 yil soqol olmasa qorbobo bo'lib yuradi bizni mahallada. Qorbobo sotamiz biz. Yaxshi ko'ramiz. Qazlashamiz, qadrimiz sig'adi. Barchani biz davraga taklif qilamiz. Nortoy sen ham kel. Yordam beradi Nortoy degan. Endi barchalarimiz davraga taklif qilsak-da, mana shu yigitlar, tasvirchi yigitlar dasturga olib esdalik bo'lib qoladi. Xayriddinjon Abdulayev tomonidan bir juft chiroyli qo'shiq bo'ladi. Sizlar raqsga tushinglar. Yig'ishtirdi, pishir kuydirdi, barchasini yig'ishtirib turasizlar. Tasvirga tushinglar, farzandlarni ham olinglar. Rais siz ham keling. Oltini show berib Bobur akamiz mashhur. Yes.
Aşkımsın hiç diyelim yok. Sarımsın bir bakar durursun. Yeri durmadım hislerimsin ama gene benden yok. Kimin ister canım aşkım bir şunu bilsen. Neler istedin bana karşı bir karşı bilsen. Şurası sıkacak kaşın belki de anlar şeklin değişik. Sana aşkım tutacağım yasın. Sen de gidersin ben anlayacağım. Yıllardır çıkışamazsın. Herkese sattın yüzalmasın. Aşkı hayatın değişti daha Sırayla oynayın da bakalım. Yokudan hadi eyler be. Endi qaranglar, eshitdinglar. Kecha ko'rlaringga qanaqa ahvolda ruxsatlar bo'ldi. Shuning uchun sizlarga mingdan-ming rahmat. Mana bularni yig'ishtiringlar. Yig'ishtirgan men Davronni hovlisiga kiribdi, gaz qalanqonib, kelinlar bilan mardi chiqib o'ynaylar. Bu yerda tinch o't. Shunisiga xursandmiz. Menga ketma-ket qo'ng'iroq qo'yapsiz. To'g'ri tushuninglar. Endi mana shunchalikka o'tkizdik, chiroyli bo'ldi, razachaligidaqa bo'ldi. Bundan keyin mana bularni yig'ishtirib olinglar-da, keyin o'zlaring Xudoga shukr qilib ana Davronni hovlisiga kirib olib bir kalonkanni qo'yib bir o'zlaring o'ynasalar, yana o'zlaringga beraman. Yettasi katta joyda ham o'zlaring O'zbekiston 2024-yil sizlarga mingdan-ming rahmat. 21-mart Navro'z Sizlarga omad. kunda